Assalomu alaykum hammaga, kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi videorolikim Fix Price magazini haqida bo'ladi. Sizlar bilan u yerga borib, ozgina xaridlar qilamiz va u yerdagi narxlar, mahsulotlar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Menimcha Toshkentda yashaydiganlar biladi, Fix Price magazini to'g'risida hamma rayonlarda bo'lishi kerak. Bu o'zimiz rayondagi magazin. Bu yerga juda ham ko'p kelaman. Juda ham mahsulotlari yoqadi. Bu yerda asosiy mahsulotlar Rossiya, Belorussiya va Tataristondan keltiriladi. To'g'ri, Xitoy mahsulotlarini ham topishingiz mumkin, lekin kamdan kam. Menga juda ham yoqadi bu magazindagi mahsulotlar. Ham hamyonbop narxlarda, ham sifati judayam yaxshi deb bilaman. Xitoy narsalariga, Xitoy mahsulotlariga qaraganda ishonchliroq. Yana bu yerda shunaqa kremlar topishingiz mumkin, har xil. Masalan, shu soch uchun yog' judayam arzon narxda, lekin foydasi judayam yaxshi sezilgan. Qizlarimiz sochlariga va o'zimni sochimga ham ko'p marta ishlatib ko'rganman. Oldin M-Cosmetic'dan olardim, hozir bu yerda ham ko'rib qoldim va oldim. Narxini qaranglar, atigi 17.000 so'mga. Sochingiz uzun bo'lsa 2 marotaba ishlatishga yetadi, lekin effekti judayam yaxshi bo'ladi. Shunaqa gialuron, hali har xil vitaminli kremlar ham hozirda teng yarimga skidka ekan. Bulardan ham olib qo'ysanglar, qizlar qishda, kuzda maza qilib ishlatasizlar. Ayniqsa shunaqa vitaminli, gialuronoviy ichida bor kremlar qishda, kuzda juda ham kerak bo'ladi va menimcha hammaga mashhur o'sha Pantenol kremi. Bundan ham oldim. Shu gel для dusha ham juda ham zo'r, hidlari ham juda ham qanaqa desam bo'ladi, shikarniy hid. Ancha-muncha bu kitayskiy gellarga qaraganda ancha yaxshi va ishonchli. Va shunaqa tug'ilgan kun, har xil bayramlar uchun mahsulotlar, kraft paketlar, sovg'alar uchun har xil zo'r. Bulardan ham kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirda shu barcha gigiyena mahsulotlariga chegirmalar e'lon qilingan. Kelib olinglar qizlar, maza qilib ishlatasizlar. Shunaqa qo'l kremlari ham mana skidkada ekan. Yaqinda уже kuz keladi. Ayollarga juda ham kerak bo'ladi deb bilaman shu qo'l kremlarini. Olinglar. Shunaqa detskiy shampunlar ham Limpopo kimi esida, oldin yoshlik paytimizdan chiqardi shu shampun. Yo'q bo'lib ketgan deb bilardim. No, оказывается, bor ekan. Shunaqa detskiy tish pastalar ham bor ekan. Bu yerda mana badan uchun sprey va bitta foydali rubrika desam ham bo'ladi. Shu musor uchun, ya'ni chiqindi uchun paketlardan doim olaman qizlar. Prям har doim, chunki bular o'zidan shirin hid chiqaradi. Mana masalan qulupnayligini olsangiz, qulupnayni hidi. Men ko'pincha limonligini olaman. Juda ham такой нежный anaqa hid keladi. Shundan ham oldim. Va shunaqa oshxona, har xil mayda-chuyda mahsulotlar, bularga ham hozirda chegirmalar e'lon qilingan. Oshxona uchun kerakli hamma narsani topsanglar bo'ladi. Mana shunaqa pichoqcha oldim qizimga artish uchun sabzavotlarni va shunaqa choy, shakarlar, tuzlar solish uchun idishlar topishingiz mumkin. Kim Toshkentda yashasa, albatta kirib ko'ringlar. Toshkentda yashamaganlar ham Toshkentga kelganinglarda albatta Fix Price deb kartaga yozsanglar, menimcha hamma rayonlarda bor, chiqib keladi. Albatta kirib, har xil sovg'alar uchun yoki o'zinglarni xursand qilib olib ketsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda qizlarning sochlari uchun har xil zakolkalar, rezinkalar qizlarimga oldim ancha-muncha to'plamlardan.
mana masalan shu 20 ming so'mga shu 7 ta to'plamli zakolkalar berilarkan. Bu judayam zo'r, kimgadir sovg'a qilsangiz. Va shunaqa zip paketlar oldim. Atigi 15 ming so'mga, ichida 30 ta bo'larkan. Va bu yerda sizlarga foydali layfhak qizlar, mana qo'lqop tanlayotganda, ya'ni perchatka tanlayotganda shunaqa yozuv bo'ladi. Qarab, qo'linglarni qo'ysanglar, sizlarga qaysi razmer tushishini bilib olsanglar bo'ladi. Mana masalan, meni barmoqlarimning razmeri, qo'limning razmeri S ekan. S ga to'g'ri keldi. Demak, orqasidan qaraymiz, S, M, L. S'ini olasizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Va shunaqa idish yuvish uchun gubka desak ham bo'ladi, lekin bu gubka emas, qanaqadir boshqacha bir materiali juda ham yaxshi gubkaga nisbatan. Va makroga keldim. Bugun salat qilaman, Sezar salatini. Shunga bir ikkita mahsulotlarim uyda yo'q. Shularni birato'la olib olish uchun kirdim. Mana bu yerda zaytunlar kelibdi. Kim zaytun yoqtiradi? Men oldin yoqtirmasdim. Keyin qandaydir shu oxirgi paytlarda yeydigan bo'lib qolganman. Va shunaqa grudinka oldim. Mayonezim yo'q edi. Mayonez oldim. Va shunaqa xaridlarimni amalga oshirib uyga qaytib oldim. To'liq to kesib tayyorlaganlarimni qo'ymadim qizlar. Hammaga menimcha tushunarli. Bu yerda bedana tuxumi qaynatilgan. Toster nonini shunaqa to'rtburchak qilib maydalab olib duxovkada suxarik qilib olamiz. Cheri pomidorlarini o'rtasidan bo'lib olamiz va mayonezimizga shunaqa xantal urug'idan solib va ozgina limon so'kidan ezib olib aralashtirib olamiz. Ishoninglar, oddiy mayonez solgandan ko'ra shunaqa xantal, limon suvi siqib aralashtirib solgan mayonezinglar salatinglarga yana ham boshqacha qandaydir pikantность, boshqacha ta'm beradi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bilasizlar, Sezar salatiga iceberg karam ishlatiladi. Bu yerda iceberg karamni ham to'rtburchak shaklda kesib qo'yganman va shunaqa mayonez masilka ishlatdim. Endi esa skоворodkada orqa oldi qizartirilib, dimlab pishirilgan tovuqimizni, ya'ni grudinkamizni olib kesib olamiz. Shunaqa shaklda. Juda ham issiq edi, shunga vilkadan foydalandim. Kesib qo'yib, bir oz sovishiga qo'ydim. Qizlar, bu shnur uchun uzr so'rayman, chunki telefonimning zaryadkasi o'chayotgandi. Shunga ulab olgandim. Kadrda xunuk chiqibdi. Shuning uchun uzr. Menimcha bu yerda esimga tushgan va mana уже olvordim zaryadkani. Xo'p. Mana bu yerda mana to'rtburchak kesilgan iceberg karami, ikkiga o'rtasidan bo'lingan cheri pomidor. Agar cheri pomidoringlar bo'lmasa, oddiy pomidorni to'rtga bo'lib ham ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa toster nonlarini suxarik qilib olganman. Va bedana tuxumi. Endi ketma-ketlikda birinchi karam, orqasidan pomidorlarimizni yarmini solamiz. Yarmini ustiga bezak uchun olib qo'ydim. Mana уже salatimiz ham почти tayyor bo'lib qoldi. Aralashtirib oldik. Endi shunaqa salatnitsalarimizga solib, ustilariga go'sht, pomidor va tuxumlarini chiroyli qilib solib chiqamiz. Mana birinchi salatimizni solib olamiz.
menga bu bitta idishimga sig'madi. Yana bitta kichikroq likopchaga soldim ortib qolganini, ya'ni qizlar, men bu yerda bitta xatoga yo'l qo'ydim. Sizlar buni qilmanglar. Ya'ni sezar salati uchun pishloq, ya'ni sirni parmezan olish kerak ekan. Men mozzarella sirini olib qo'yibman. Mozzarella aslida u eruvchan sir bo'lib, ko'proq pitsalarga ishlatilar ekan. Men shunaqa sir olib qo'yganman. Bu yerda bu salatga mozzarella emas, parmezan siri ishlatilar ekan. Sizlar shunga e'tiborliroq bo'linglar. Mayli dedim va borini shunaqa qilib ozgina bo'lsa ham qirg'ichdan o'tkazib ustilariga shunaqa solib qo'ydim va orttirib qo'ygan suxarik nonlarimni ham shunaqa qilib terib oldim. Почти tayyor bo'ldi. Mana salatim tayyor bo'ldi. Salatim bilan birga shunaqa yog'li xamirga somsalar tayyorlagandim. Agar buni ham retsepti kimgadir qiziq bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar. Albatta video qilib qo'yishga harakat qilaman. Ketib-qisgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Keyingi qiziqarli videoroliklarimda ko'rishguncha salomat bo'ling. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.